Zo'rdan zo'r agentligi bugun 11 qavatlik binoning 6-qavatda joylashgan 3 xonalik 88 kvadrat xonamizni abdurni qilib o'tamiz. Qani ketdik. Xonamizni kirish qismidan boshlaymiz. Kirish qismida shunaqa juda ham keng prixoshkamiz joylashgan. Prixoshkadan shunday chapga o'tganda kuxnya. Kuxnyamizda vitishkalar temirlik, shotchiklarga kelsak, svet, gaz, suvniki hammasi qo'yilgan. Kuxnyamizning balandligi 3.10, pollari stяжка qilingan. Bu mehmonxona. Mehmonxonamizda devorlari padmayak, patalogi regellarsiz, splashnoy. Bu xonamiz bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Devorlar padmayak, derazalari ham bor. Manzarani qarang. Keyingi xonamiz hammomxona bo'ladi. Temirlik bitishkalar o'rnatilgan. Mashinangizni shu parkovkamizda qo'ysangiz ham bo'ladi. Sharoitlar bor. Xonadonimizni kadastri ham chiqgan. Ha, aytgancha, bu xonadonni xarid qilgan kishiga duxkontirni kachov sovg'a tariqasida beriladi. Premium klassdagi xonamiz yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like. Narxi 78 ming. Manzil tushuntirib o'taman. Manzil Pavarot, eski choy fabrika, Bog'ishamol City.